Bu tarafda nima qilyapsizlar o'zi? Bu yerda mashina yurmaydi-ku. O'tiringlar, men sizlarni eltib qo'yay. Makkagacha bo'lmasa ham har qalay shahargacha olib boraman. Biz yayov boramiz Makkaga, yayov boramiz. Yayov boramiz. Yayov? Biz yayov boramiz. Yayovingiz nimasiga mashina turganda? Chiqinglar, eltib qo'yay. Yo'q, meni Samir do'stim aytdi. Makkaga yayov ketish kerak dedi. Meni do'stim Samirda. Samir meni do'stim. Samir Meni bolam shunday o'jar. Rahmat aylanib, sen boraver. Biz o'zimiz yo'l bo'ylab orqangdan ketaveramiz. Yaxshi, hozir. Hozir. Yigitlar, barchaga assalomu alaykum. 47-bort gapiryapti. Yo'lda yo'lovchilarni uchratdim, ona bolam. Ular yo'lni 435-kilometrida. Ana bu yoqilg'i shoxobchasi bor-ku, yo'l bo'yidagi. Hajga yayov borishyapti. Yigitlar yordam beraylik. Imkoniyatlaringga qarab, xoh taom bo'lsin, non bo'lsin, shunchaki suvmi berib ketinglar. Ular mashinaga chiqishmaydi. Arabada ketishyapti. Ana bo'ldi opa, yondi. بالحسن يبرق